Avvalgi holatini saqlab qoldi bu yer. Baland bo'lganmi yo'q? Yo'q, cho'kayapti. Avval bizlar o'lchaganda balandlik 30 metrda qayta o'lchamadik-ku, baribir cho'kayapti. Eroziyaga to'proq ham tashlab, mana shu to'la qurilganda, qarang, suvoq bo'lgan bo'lsa kerak atroflari. Avval shaklda qurilganda tepaga keyin to'proq bilan ko'tarilgan bu. Keyin bu yerda xuddi bir ravoq shaklda bir nimadir qo'yiladigan narsalar bo'lganmi? Tokchilar o'sha paytda jihozlarni qo'yganmi, yo bo'lmasa qurol aslihalarni qo'yganmi? Nimalar hozir endi qulab mana bu nurati yo'qib ketgan. O'shalar bizlar yoshlikdaligimizda aniq bilamiz, gumbaz shaklida bor edi. Tokchalar bo'lgan. Tokchalar. Gumbaz shaklda hammasida bu yoqda 5 ta, bu yoqda 5 tadan shunday 4 tadan mana shu gumbaz shaklda nimalar bor, tokchalar bor edi. Demak, haqiqoniy bu joy mudofaa qo'rg'oni bo'lganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Istehkom bo'lganda, to'g'rimi? Harbiylar turishgan, o'sha davr askarlari istiqomat qilishgan va ular uchun kerakli sharoitlar yaratilgan. Suv chiqarilgani meni hayratga qoldirdi. Tanishda davom etamiz bo'lmasam, ha? Marhamat. Endi bu joy bejiz qo'rg'on sifatida aynan mana shu nuqta tanlanmagan bo'lsa kerak deyman-da. To'g'ri. Bu yerda Qorovul tepa bor, bu yerda Kindik tepa bor, bu yerda Chimqo'rg'on bor, bu yerda Qo'sh tepa bor. Nechta tepa? Atrofda tepa ko'p-da. Yo'q, biz Oqtepada emas, atrofimizda. Bu yoqda Do'nqirliq bor. Yana bir-biriga ko'rinib turganda, tepaning ustida qorovullar turgan. Lekin ular bunga o'xshamasa kerak, yo'q, ular kichikroq ham ular nomiga ko'rinish qilingan. Bo'lmasa tepaga chiqib ko'rsak, tepaning ustida ko'p xandaklar bor, ark bor, o'rinlari saqlanib qo'yilgan. Haydang. Bu tabiiy tepalikmi yo'q? Yo'q, u tabiiy tepalik emas. Vizual tadqiqotlar amalga oshirilgan. U yerda faqatgina ustki qismida qisman shurf qilinganda faqat yuqorisida qoraxoniylar davriga oid bo'lgan ba'zi ashyolar topilgan. Agar atrofida vizual tadqiqotlar natijasida u yerda antik davr sopol namunalari ham uchraydi. Tarixiy taraqqiyot jarayonida bir joyda bir necha bosqinlar natijasida qayta qulab, o'z o'rnidan yana qayta qurilgan inshoot, bu albatta dastlabki qurilganda ham uni poydevori bo'lgan. Uning poydevori nima? O'sha yirik, baland, kamida 1,5-2 metrlik platforma birinchi tashkil etilgan. Uning ustidan esa uy-joylar qurilgan. O'sha uy-joylar ma'lum vaqtda boshqa bosqinchilar natijasida vayron bo'lgandan keyin uni tekislab ustidan yana qurib ketavergan. Shuning uchun u mana xuddi shunday yuqori baland ko'rinishga kelib qolgan. U yerda aslida agar boshini qazib o'rganadigan bo'lsak, boshida u antik davrga oid bo'lgan kichik qishloqni o'rnatilgan. Undan keyingi davrlarda u kengayib borgan. Hattoki mudofaa devorlari ham xuddi shu tarzda kengayib borgan. Aytishimiz mumkin, kichik g'orlar uning atrofida u keyingi davrlarda paydo bo'ldi. Chunki mahalliy aholi atrofni o'zlashtirgandan keyin bizga ma'lumki, o'sha chorvador aholi o'zlariga kichik to'lalar yasagan. Nima uchun xizmat qilganki, chorvadorlarda mahsulotni saqlash ombori sifatida. Demak, o'sha albatta salqin joy, o'sha tokchalar ham bekorga emas, o'sha o'zlarining mahsulotlarini qo'yish uchun tayyorlangan keyinchalik. Lekin agar o'sha yerto'lalarga e'tibor berib qarasangiz, u to'liq devorni kesib o'tgan, qadimiy devorni kesib o'tgan, qadimiy devorning g'ishtlari hattoki ko'rinib turibdi u yerda. Tepa qismi ham ancha keng joy ekan-a. Mana Oqtepa soyining mag'rur turgan tepaligi, mana bu yerda havuz bo'lgan, mana yuqorida aytib o'tganimizdek bu yerda ark bo'lgan. Oxirgi payt qachon chiqdingiz bu yerga? Qariyb 30-35 yil bo'ldi-da. Chamasida chiqmagan ekan, mana sizlar sharafat bilan chiqdim, juda xursand bo'ldim-da. Xuddi yosharib ketgandek turibman hozir. Atrofi suv bilan o'ralgan deyapsizlar, qandakmi u? Yo'q, tabiiy. Mana soyimiz bor, Oqsa ilgari chuqur bo'lmaganda, mana shu ikki qir oralig'ida, mana qir bilan mana qir oralig'ida yoyilib oqqan. Bu yer changalzor, botqoqlik, qamishzorlardan iborat bo'lgan. Aholi ikki qir tepaligida yashagan, qirlarda, kamarlarda, to'lalar qazib, to'lalarda yashagan. Nar qilib, mana qir bilan mana qir oralig'ida. Keyinchalik bu yerlar o'zlashtirilgandan keyin suv kamayib solingan, tartibga solinganda, endi
Bu yerda parollar turganda, mana yerda Chimqo'rg'on tepaligi bor, bu yerda Qo'shtepa bor. Ana tepaliklar bari bir-biriga ko'rinib turgan. Agar dushman kelishi kerak bo'lsa, mash'ala yoqib yoki turli bayroqlar bilan xabar berilgan. Va jumladan 1220-yilda Chingizxon qo'shinlari mana bu tomondan hozir aytdik, mana yerda Buloqsoy deydi, keyinchalik hozir Sossiqsoy deyiladi. Ana shu tomondan kelganda Chingizxon qo'shinlar kelib turib bizlar bu yerlarni bosib olgan. Bu yerda aholisi turli tomonlarga tarqab ketgan. Keyinchalik Mo'g'ullar hukmronligi tugagachgina Oqtepa aholisi yana o'z joylariga qaytib kelganda. Sizlar mana tepasida ham qazishma olib borganmisizlar yo? Ha, tepasini bizlar asosan topganimiz Pishig'ishda yupqaroq, yengroqdan Pishig'ishlardan terilgan hovuzchani topgan. Mana shu yerda ham hovuz Pishig'ishdan Yuqori qismida. ha, shu yerga жаңа vodoprovoddan suv keltirilgan. Undan tashqari mana shu yerda Amirda arki ham bor dedi. Amirda arki qaysi tomonda joylashganini bilmayman, lekin boboylar aytish bo'yicha shu yerda Amirda arki ham bo'lgan deb aytardi. Bu yerda ko'ryapmiz, mana hammani katta hovlilari bor edi, mana yashillanib turibdi. Bu nima bu? Kartoshka, piyozmi, nimalar? Bu yerda asosan bizning qishlog'imizda uzumchilikka ixtisoslashtirilgan uzum yetishtiriladi. Bu uzum navlari juda ham mashhur. Ayniqsa bizning sharoitimiz issiq bo'lganligi tufayli mayiz tashlanadi. Mayiz bu sobiq ittifoq davrida ham kosmosdagi kosmonavtlarga mayiz shu yerda olib ketilgan. Shuning uchun mayiz bilan mashhurmiz. Hozirgi kunlarda eksport qilinyapti mana shu joylardan. Uzum yaxshi yetiladi. Yaxshi yetiladi hamda shiradorligi kuchli. Kalovriyasi juda kuchli. Endi bir xil nav uzummi yo boshqa? Yo'q, bu yerda qora kishmish, oq kishmish, ussayni, toyfi juda ko'p navlari ko'p. Rizamatota. Eng asosiy bizda 90-95% mayizga tashlanadigan qora kishmish. Uni oq cho'p nimalari bor, uch qora degan navlari bor. Bu yil qanday bo'lyapti? Endi yog'ingarchilik bizlar uchun juda ham ma'qul keldi. Ayniqsa chorvamizga, dehqonchiligimizga ham mana Xudoga shukr, mana uzumlarimiz ham yaxshi rivojlanyapti. Shu namgarchilikka qarshi ozgina vositalar ishlatdik. Hozir uzumlarimiz yaxshi rivojlanyapti hozirgi kunda. Demak, chorva ham bor bu yerda. Chorva ilgariga nisbatan kamroq, yakka xo'jaliklarda, fermer xo'jaliklarida bor chorvalar. Bu yerda ishlab chiqarishlar ham bormi? Mana shu Qo'shrabot tumaniga gapni to'g'ri aytsam, keyingi yillarda qilinadigan davlatimiz rahbari tomonidan islohotlarning yetib kelishi, mana shu bizning joylarda ham sanoat kirib keldi Qo'shrabot. Mana keyingi 2-3 yilda Qo'shrabotda Xitoy Xalq Respublikasining vakillari bilan birgalikda 3 ta 4 ta zavod qurildi. Shu jumladan Oqtepa soyida mana shu yerda birgalikda o'shalar bilan investitsiyani kiritib tumanimizga g'isht zavodi ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Hozir mana shu g'isht zavodida kuniga 100 dan ziyod yangi ish o'rinlari yaratilgan. Aholining farovonligiga xizmat qilyapti. Vaqtlaringiz bo'lsa, bu o'rgan bir tashrif bersak, joyida yaxshilab tushuntirib berardim. Yaxshi ma'lumotni aytdingiz, demak, u yer bilan ham tanishamiz. Endi hozir bu joy tarixi haqidagi fikrlarimizni bir yakun yasasak-da. Olimlarimizni taklif qilsak juda ham yaxshi bo'ladi. Mana ko'rsatuvdan keyin olimlarga balki qiziqish uyg'onar, Oqtepa hududiga ham ana shundan ilhomlanib, balki arxeolog olimlarimiz yoki tarixchi olimlarimiz kelib, bu joylarni o'rganib, iloji bo'lsa davlat himoyasiga olsa toza ham yaxshi bo'lardi. Hozir himoyasizda bu. Albatta biz shundan umid qilib qolamizki, yaqin kunlarda, yaqin kelajakda Oqtepa muhofazaga olinadi va bu yerda ham olimlar tomonidan arxeologik tadqiqotlar, izlanishlar olib boriladi. Biz esa jarayonlarni albatta kuzatib boramiz. Hozir yaxshi bir ma'lumotni aytib qoldi, ya'ni kim bu yerda zamonaviy g'isht ishlab chiqarish korxonasi ham oddiy qishloqda demak ishlab turishi, tashkil etilishi ham katta bir yangilik. U yer bilan ham tanishamiz. Birgalikda qani ketdik. Hech bir arxeologik yodgorlik arxeologlar nazaridan chetda emas. Butun respublika bo'yicha 8 mingdan ortiq arxeologik yodgorlik bo'ladigan bo'lsa, buni bugungi kunda ko'pchilik aytadiki, nimaga bu yerda tadqiqot o'tkazilmayapti, arxeologlar qaramaydi yoki bo'lmasam davlat nazorat qilmaydi degan fikrlarni bildiradi. Ba'zi jihatdan ular ham qaysidir ma'noda haq bo'lishi mumkin. Lekin biz u yodgorliklarni bugun qazmayotgan bo'lsak, u o'rganilmaydi degani emas. U kelajak avlod uchun ham saqlanishi kerak. Albatta, u yerlarda tadqiqotlar rejalashtirilgan, o'sha bosqichma-bosqich rejalariga kiritilgan va tadqiqotlar olib boriladi.
Mana shunday sifatli g'ishtlar bugungi kunda Oqtepa qishlog'ida ishlab chiqarilmoqda. Hozir mana shu ishlab chiqarish korxonasi haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz. Qachon tamal toshi qo'yilgan bu zavodga? Demakki, qishloq bugun shaharlashib borayotgan ekanda. Albatta, mana bu Oqtepa soyida, mana qishlog'imizda qurilish bob material ishlab chiqarish eski zavodimiz bor edi. 19-yilda o'zim Turkiya davlati bilan qo'shma qaror sifatida ochganman. Lekin o'sha Xitoy texnologiyasining eskirganligi tufayli, o'zini qoplashi past bo'lganligi tufayli hozir zamonaviy bir g'isht zavod qurish niyati paydo bo'ldi. Yoshim 70 ga kirganda mana shu qishlog'imiz aholisiga, xalqimizga bir manfaat keltiradigan bir yaxshi zavod qurish niyatida mana shuni boshladik. Mana 25-yil oktyabr oyida boshlagan bo'lsak, mana 26-yilda aprel oyida ishga tushirib, mana hozir ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Men havasim kelyapti. Men hayratda qolyapmanki, siz nafaqaga chiqqandan keyin mana shu ishga qo'l urgansiz, to'g'rimi? Bunday bo'lganda, to'g'ri. Chunki mana hozir davlat rahbari boshligida keng islohotlar bo'lyapti. Islohotlarga hech kim qarab turgan yo'q. Men yoshman, men yonboshlab yotishim kerak degan demayapti hech kim. Ishlashim kerak ekan deyapti hamma. Shuning uchun bizga motivatsiya bergan shu zavod qurishga niyat qildim. Mana 7-8 oyda ishga tushirib, hozir bu yerda 100 dan ziyod ish o'rnlari yaratildi. Qurilishlarimiz yangi sifatli qurilish materiallariga ega bo'ldi. Qarang, qishloq o'rtasida mana shunday bir zamonaviy korxona ko'raman deb o'ylamagandimda ochig'ida. Va sizning gaplaringiz meni hayratda qoldiryapti. Umuman olganda, birovlar shu 70 yosh, pensiya yoshiga yetgandan keyin oyoqni uzatib yotsak, nevaralarni nima deydi, xizmatini ko'rsak, bo'ldi-da deydi-da, lekin qarangki, sizdan demak ibrat oladigan joylar ko'p ekan. Mana shunday zavodlarga asos solib, Mana shu yerda ishlarni davom ettiryapmiz. Hozir ish jarayonida ko'rasizlar, hammasi avtomatlashtirilgan. Oldida davom ettirsak, albatta, yoniga juda borib yaxshi bo'ladi. Ketdik, boshlasangiz. Bu nima o'zi, mana bu apparat? Qarang, relslar bor ekan buni. Hozir biz g'isht zavodining asosiy xumdoni, ya'ni xom g'ishtni pishish jarayonidagi pechka oldida turibmiz. Bu pechkami? Bu pechka. Bu yerda 240 metr uzunlikdagi yarim doira shaklidagi pechkada bir kishi boshqaradi. Ha, mana shu pechkani bir kishi boshqaradi. Bir kishi boshqaradi, tepada o'sha yoqilg'isi bilan ta'minlab turadi, jarayonni tekshirib turadi, hammasi avtomatlashtirilgan. Ichkarida temperatura 1000 gradus temperaturada g'isht pishadi. Demak, u yerda xom g'ishtlar turibdi, ularning ustidan pechka o'zi boradi. O'zi boradi. Bir kunda nechta g'ishtni pishiradi bu pechka? Bu bir kunda bitta smenada o'rtacha 250 ming, 300 ming g'isht bitta smenada pishib chiqadi. Tayyor bo'ladi. Tayyor holga keladi. Bu investitsiya degan narsani biz orzu etib bir paytlari. Mana hozir mana shuni erishib, mana shu avlodimizga, kelajak avlodimizga, yoshlarimizga bundan-da bir mashhurroq, bundan-da kattaroq zavodlar nasib etishini o'zimga niyat qilib, mana shuni tashkil qilganman-da. Qarang, boya ko'rgan g'ishtimiz dastlab bunday qop-qora bo'lar ekanda. Ha, bu xom, to'g'rimi? Xom pishmagan, presslangan. Ko'rsak bo'ladi? Ha. Bu xom pishmagan g'isht mana olib ko'rsak bo'ladi, juda mustahkam. Hozir ustiga chiqib tepsangiz sinmaydi. Ilgari g'ishtlar 4 kilo, 4,5 kilogramm bo'lsa, bu 3 kiloga yaqin massada qoladi. Buni ichida 4 ta komponent bor yana. Mana oddiy to'proqdan tashqari sariq kovlen, qora kovlenlar mana shu qo'shib shu rangga olib kelingan. Endi qiziqda, bu g'isht mahsulotlari hammasi mana shu yerdan olinadimi? Mana shu hudud. Hammasi mana shu hududdan olinadi. Demak, mana shu qirlardan olib kelinadi. Qirlardan olib kelinadi. Kovlen bitta Angrendan olib kelamiz. Bu yerda faqat robotlar ishlaydi. Bir sutkada 350 ming, 400 ming ishlab chiqaradigan bo'lsak, bu biz ilgarigi zavodimizda 400 ming g'ishtni biz bir oyda ishlab chiqarganmiz. Eski zavodimizda. Ana hozir bunda bir kunda ishlab chiqaramiz. Menimcha bunday zavod sanoqli bo'lsa kerak. Respublikamizda 3-zavod. 3-zavod. Birinchi Andijonda qurilgan viloyatida, ikkinchi Toshkent viloyatida, Oxirgiron shahrida qurilgan, uchinchisi mana shu Qo'shrabot tumanida Oqtepa qishlog'ida qurilgan 3-zavod. Demakki, bu yerda ishlab chiqariladigan g'ishtlarni nafaqat viloyat, balki butun respublika olib ketar ekanda, to'g'rimi? Mana hozir shu kunlarda respublikamizda 12 ta viloyatining qariyb 50%, 6-7 ta viloyatida mana shu yerda xaridorlar bor. Juda ham yaxshi. Men siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Mana shunday shijoat, shunday bir intilish sizga hamisha yor bo'lsin deb qolaman-da.